Assalomu alaykum Gold Mebel kuzatuvchilari va podpischilari. Xo'p, sizlarga bugun o'zimiz tayyorlagan yana bitta komplektimizni video obzorini qilib o'tamiz. Bu komplektimizni zakazga tayyorlab berdik, Qirg'izistonga tayyorlab berdik. O'sh shahriga kargo orqali o'tkazib beryapmiz. Hop, bu komplekt keladigan bo'lsa, bu komplektimiz turetskiy xurram fason, yog'och yong'oq yog'ochda bo'lgan 16 talik komplekt. Hop, ikkita stulini kreslo qilib tayyorlab berdik. Xon taxtasiga keladigan bo'lsak, xon taxtasini razmeri 360 ga 120 bo'ladi. Tumbasi neobishniy tumba qilib tayyorlab berdik. Bu fasonimiz xon taxta bo'lmaydi, faqat shu fasonda ishlatsa bo'ladi. Klient xohishiga qarab turib zakazga tayyorlab berdik. Xo'p, bu komplektimizni xon taxtali variantini ham qilib tayyorlab beraveramiz. Faqat zakazga qilib beramiz. Klient xohishiga qarab turib. Xo'p, stulga keladigan bo'lsak, stuli 100% yong'oq yog'ochdan bo'lgan. Materiali keladigan bo'lsak, materiali Xitoy barkutli material, однотонный. Hop, machalkasi spinkasiga 3 sm dan 1 qavat qo'yilgan, tugma chestinligi berganmiz. Hop, sidinasiga 3 sm dan 3 qavat qilib, 9 qilib qo'yib berganmiz. Hop, bu komplektimizni rangi shampan bilan goldni aralashmasidan 50-50 qilib tayyorlab sepib tayyorlab berganmiz. Stullariga laklarga sepilgan. Hop, bu stulimiz orqasini pardali broshkalik qilib tayyorlab berdik zakazga. Hop, kimga shunaqa stol stul mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Tayyorlab beramiz xudo xolisa. Bu komplektimizni 12 taligini narxi 7 million 500 ming so'mga chiqadi. 12 taligi, 16 taligini xuddi shunaqa neobishniy tumba bilan 10 million so'mga chiqarib berdik. Agar xon taxtali variantda bo'ladigan bo'lsa, 9 million 800 ming so'mga chiqadi. Neobishniy tumba bo'lgani uchun 200 ming so'm qo'shib berdi. Qo'shtirdik klientga, chunki bu komplektimizni rasxoti bor. O'sha rasxotga 200 ming so'm qo'shtirdik, chunki bu neobishniy tumba, bunda ko'rsanglar ancha bagati, katta, ko'rinishi ham ancha. O'shaning uchun rasxotga qo'shtirib oldik. Xo'p, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz va bu videoda mebel olmoqchi bo'lgan yaqiningizga yuborib qo'ying, barchamizga manfaatli bo'ladi. Barchalarga rahmat e'tiborlar uchun.